Serialning qismlari tez chiqishini xohlasangiz videoga like bosib kanalimizga obuna bo'ling. Serial Haydar Ali va Jaylanning restoranda o'tirishi bilan boshlanadi. Shunda Haydar Ali uzuk ko'rsatib turmush qurish taklifini beradi Jaylanga. Jaylan ham bunga rozi bo'ladi va Haydar Aliga sen uchun hamma narsaga tayyorman deb aytadi. Haydar Ali esa sendan ikkalamiz uchun ham qiyin bo'lgan narsani so'rayman deb aytadi. Jaylan xavotir olib nimani deb aytadi. Ali esa bir muddatga ayrilishimiz kerak. Bu vaqtda esa sen chet elda bo'lishing kerak deydi. Jaylan sen ham odamlarga aralashib qoldingmi deydi. Haydar Ali esa hozir hech qanday savolingga javob bera olmayman. Bu yerdan ket deb aytadi. Keyin albatta bu haqida tushuntiraman deydi. Jaylan restorandan yig'lagancha chiqib ketib, taksi to'xtatib unga minadi. Bu vaqtda Haydar Ali esa kostyumini cho'ntagidan miltiqini olib o'qlaydi va yonida o'tirgan stulidagi odamlarga qaraydi va o'rnidan turib, ularni stulini yoniga borib, ularni odami bilan urishib, uni siquvga oladi va o'sha stulda o'tirgan hammani birma-birdan o'ldira boshlaydi. Butun restoranni o'q ovozlari egallaydi. Bu ovozlarni eshitib Jaylan ortga qaytgan bo'ladi. Shunda unga ham o'q tegadi. U pastga yiqilib tushadi. Haydar Ali uning yoniga keladi. O'q ozgina shilib o'tibdi, shallaqlik qilma deydi. Shunda miltiq ko'targan odam ular tomon keladi. Buni ko'rgan Jaylan tezlik bilan miltiqni olib uni otib tashlaydi. Keyingi kadrda qari kishi Bozkurtning xonasiga kirib, sening amakingni Haydar Ali ismli yigit o'ldiribdi deydi. Bozkurt o'sha yigit aynan bu qamoqxonaga kelishi shart deb aytadi. Keyingi kadrda esa Haydar Ali alam va afsusda tergov xonasida o'tirgan bo'ladi. Uning yoniga tergovchi kelib, agar men bilan kelishuv tuzsang, Jaylanni 5 daqiqada, sen esa 3 yildan keyin ozod qilaman deydi. Haydar Ali ham bunga rozi bo'ladi. Keyin u Bozkurt qamalgan qamoqxonaga tushadi. Kamerasiga kirishi bilan uni Bozkurt kutib oladi. Keyin undan so'raydi, nimaga meni amakimni o'ldirding? U meni ota-onamni o'ldirgandi. Shuning uchun men undan qasos oldim deydi. Buni eshitgan Bozkurt uni peshonasidan o'pib qo'yadi. Keyin ma'lum bo'lishicha, Bozkurtning otasini ham amakisi o'ldirgan ekan. Buni bilgan Bozkurt uni o'ldirmoqchi bo'lib yurganida, bundan amakisi xabar topib, uni mashinasiga narkotik tashlab qo'yib, uni qamatib yuborgan ekan. Keyin Haydar Ali va Bozkurt juda yaqin do'st bo'lib olishadi. Chunki Bozkurtni bitira olmagan ishini Haydar Ali nihoyasiga yetkazgandi. Bir payt Bozkurt, agar yaqinlaringdan xavotir olayotgan bo'lsang, tashqaridagi odamlarimga aytsam, ularni qo'rqlashadi deydi. Shunda Haydar Ali bunga hojat yo'q, chunki ular allaqachon chet elda deydi. Keyingi kadrda ular stadionning oldida turishadi. Bozkurt ozodlikka chiqsam bunday bo'ladi, ozodlikka chiqsam bunday bo'ladi deydi. Shunda Haydar Ali qiziqib savol beradi. Chiqishingga hali bor shekilli deydi. Endi amakimning yo'qligini hisobga olsak, bu yerdan yaqinda chiqishim aniq deb javob beradi. Keyingi kadrda esa qamoqxonani soqchilari kelib, Haydar Alini mudir chaqiryapti deb olib ketishadi. Haydar Ali mudirning xonasiga kirsa, uni yana so'roq qilishga maxfiy xizmatdan kelishgan bo'ladi. Uni qora mashinaga o'tirgizib, yuzini qora mato bilan berkitib, yana o'sha so'roqxonaga olib borishadi. Haydar Ali, bu nima qilganingiz deydi. Tergovchi esa, bizga sen savollaring emas, javoblaring kerak deydi. Haydar Ali, xo'p, lekin bir savolimga javob bering. Jaylan yaxshimi, xavfsizlikdami deydi. Tergovchi, ha, u yaxshi, xavfsizlikda deb javob beradi. Yordamchisi esa, bu yerda 2 kun mazza qilasan, 3 kun azob chekasan deydi. Keyingi kadrda soqchilarning kattasi Bozkurtning yoniga kelib, Haydar Alini tergovdan a'zoy badani tanib bo'lmas darajada do'pposlanib olib kelinganligini aytadi. Keyin Bozkurt qamoqxonadagi tibbiyot xonasiga borib, Haydar Alining yoniga boradi. Unga buni nima uchun qilishdi deb savol beradi. U esa meni sen yollaganingni aytishimni xohlashdi, lekin men bunga ko'nmadim deydi. Buni eshitgan Bozkurtni Haydar Aliga mehri oshadi. Endi sen meni eng yaqin jon do'stimsan deydi. 3 haftadan so'ng Haydar Ali shifoxonadan chiqadi. Bu paytda Bozkurt ozodlikka chiqayotgandi. Shunda Bozkurt Haydar Alini ko'rib quchoqlab oladi va uni bu yerga o'zidan keyingi boshliq qilib ketadi. Hash-pash deguncha 3 yil ham o'tib, Haydar Ali ham ozodlikka chiqadi. Qamoqxonadan chiqib to'g'ri Bozkurtning uyiga borishadi. Bozkurt esa uni quchoq ochib kutib oladi. Keyin o'zining ukalari bilan birma-birdan tanishtiradi. Keyin uyiga taklif qiladi. Ali, men ko'p qolmayman, singlim bilan tog'amning yoniga borishim kerak deydi. Shunda Bozkurt, iltimos bugunga hech qanday reja tuzma. Bugun men bilasan deydi. Shunda Jaylan jilmayib zinapoyadan kirib keladi. Shunda Bozkurt Haydar Aliga, bu sening shikoyatching. U seni deb oyog'idan yaralangan ekan. Bu yangangning sharofati bilan. Undan boshqa restorandagi omon qolganlar senga qarshi guvohlik bersa ham, yangang ularni yolg'onchiga chiqarib, seni aybsizga chiqardi. Shularni qilish uchun majbur uylandik deydi. Shu yerda birinchi qism tugaydi. Keyingi qismlarni tez chiqishini xohlasangiz videoga like bosib kanalimizga obuna bo'ling.